Odamning aqli bor, odamning qalbi bor. Bu nima degani? Aql odamning miyasida, tanasida. Qalb odamning jonida. Odamning joni bor, odamning tanasi bor. Odamning jonida qalbi bor. Qalbida qalb ilmi bor. Shuning uchun ilm ikkiga bo'linadi. Qalb va aql ilmi. Aql ilmining quroli bu mantiqdir. Qalbniki quroli bu intuitsiya, his etish. Agar bordi-yu aql bilan qalb tafovutda bo'lsa, hech qanday intuitsiya ishlamaydi. Odam holsiz bo'ladi, kuchi yo'q bo'ladi. Qilgan ishining barakasi ham bo'lmaydi. 10 so'm sarf qilasizda 1 so'm, 2 so'm olasiz. Qanchalik aql bilan qalb tafovuti borgan sari kamayib ketaversa, odamda shuncha kuch ko'tarilaveradi. Nima uchun? Chunki men darsda ko'p aytganman, ko'pchiliklar eshitgansizlar. Aql bu to'g'ri deydi. Qalb esa yo'q, bu yoq to'g'ri deydi. Aql bu yoqqa tortadi, aql oti. Qalb oti bu tarafga tortadi. 50 bu yoqqa, 50 bu yoqqa tortsa, natija 0 bo'ladi. Agar ikkita ot, aql va qalb oti to'g'riga tortsa, odam uchadi. Odam uchadi. So'rashingiz mumkin, Shokit aka, qanday qilib bunga erishish mumkin degan javob. Har bir aqlning savoliga mantiqan javob berish kerak. Ana unda aql qalbingizni dushmani emas, qalbingizni do'sti bo'ladi. Ana unda ikkita ot, aql va qalb oti bir tarafga qarab tortadi va Xudo xolasiga siz uchasiz. Demak, javobni qaytaraman. Aqlning har bir savoliga unga mantiqan javob berish kerak. Shunda aql siz tarafga o'tadi, sizga qarshilik qilmaydi. Qanday qilib u javoblarni topamiz desangiz, unda mana shu javoblarni o'rgatadigan yaqinda bo'ladigan kvant haqiqati darsiga sizni taklif qilaman. Ana bu bizlarning darsimizda birin-ketin shu aqlning savollariga mantiqiy javob topib, qalbingizga sokinlik kiradi va o'zingiz seza boshlaysiz, sezish darajangiz